Şu adaş üzerinin kızın var mı, yaktırıp жүрген, örneğde atkan kızların var mı? Qanday? Vay neyiniki adaş. Boyda qo'ygan keyin bilsan bu adaş. O qiz degandan o'yintib ko'tib yurimiz qara. Buni men bilan buni o'qay. Buni ayol chuqur ko'chib bo'lib, ashaq bir yangi birdir ko'chib ketdi. Ashad Malika degan bir qiz bor. Xeli bo'ldi aytadi. Köyüme ölüme deb alda жүрүп aytadi. Qizig'ini ko'ratma degan o. Asta adaş nimda o'tlaysan? O degan birisini arzulab, armonlab o'sgan qizi tutsa, birisini singlis tutsa, ashta qilgan qo'ysanchi adaş. Oo, muş adaşı. Muş qilqlarim qo'yg'ina. Muş kichkina ashta bir qiz olib parankasini astag'firullah, nima qilsam, nima qilsam deb. Qo'shaylik deb parangizni. Ham biz boyda qolganki o'ynaymiz, ko'rimizda adaş. Adaş har qachon masa so'zlaysan. Birini bo'lsa astag'firullah, birini bo'lsa yana birini kız mız da tutuyoruz. Yani boyda qo'ygan keyin o'ynaymiz, ko'limizda adaş. Bu qiz degan alqanning qo'lda bo'lgan. To'xta adaş, azag'ina javob qildi. Alo. Va alaykum assalom. Shu men Ag'imbalni aytdim. Shu men Ag'imbalni aytdim, mashaq kelmamsa. Vaqtida adresi Xo'jamber va Alikatda mashaq kelgin, kutib olamiz. Ya kim adaş kimle so'zlashdingiz? O mening bu Astonadan kelgan ag'inam 11 sinamsiz bir qiz xuma degan adaş. Her kuni bir ko'chaga chiqib bir chiroyli qizni ko'rib kelib, ashdan kelinni ketgan kishini kutirib kelibdi degan. Voy, meni de ish pishaymaydi adashi. Mana masal dedim-ku, bir ul kelgan qiz bizning ko'chimizga talay yigitlar dedi kanjigadi. Moshga uncha mana o'zim tuktirdi-ku mana. O'zimni sundirib olgan qizni ishini tutib oldi qo'sh. Senin deyse vagina. Az barım saçma sen sağ ol. Gel çocuğum, otam. Adaş gel. Adaş tanışıp koyulan ben Artyom. Artyom. Hoş geldin. Artyom deyin ha Artyom. Aslında kana soğukdaydı bu ya. Boğulan sorgan. Hayır asla. Soğuk bu ya. Bәрі алғы етмейді. Бұл көскене бұған кен. Bir taraftan ağzından kızlarını kelsen var. Çiki. Ay, güzel opşas kelsen cümle. Şimdi bugün derip keskerek ya. Bir kesen oldu ki. Bulat ki. Mağam içine tatmaydı mağamış. Ya bu para kısa bu. Astagfirullah yani derine de çıkıyor. Astagfirullah. Düşünemezsen bunu sana. Düşünemezsen bunu. Koysan açında sözlerini. Yani yaş boğan oynayış gerek bu. İşlersin düşünemezsen. Valla var Metin. Alo. Alo, Cinem. Au. Ne qatdınız? Ben de Ag'imbalga ketdik ya ishlab o'tiradi. Cinem, akam ketyapti. Ne taraf kelibsiz? Oy, masal dedim-ku, bormayman, vaqtim yo'q deb. Sizdan to'yimigina bo'ldik. Masal o'zlab zivayt qilmang. To'yimiz o'tdi deb. Voy, nima bo'ldi adash, terikib? Voy, masal ben gapladim bu adash. Bu qizni ko'yima, o'lima, o'chima deb aldan yurib, aytar qizig'im ko'p bo'ldi deb. Endi qanday yo'qchi bilmayapman. Ya bunu Gamzat qizbam deb so'rayotdi. Eshitimi berib bilmaymiz. Gamzat'ın ne olsa ne oltalardı? Mağul ben olsa. Bo'lgan bo'lsa beradi. Kim arıyor adash shu? Men hamisini tanıyman o. Qaysi qiz u? Ya bunu shukur ko'chilik bormi buni? Nasıl kanallar işi? Eşlerin köç kelgan. Dagas! Bu da. Ya adash nima bo'ldi? Qo'yma meni. O meni sılar. Assalamu aleyküm aziz qarindoshlar. Her bir Uyg'ur qizini o'zimizning sirrimizda ko'raylik. Her bir Uyg'ur qizini ranjitmaylik. Her bir Uyg'ur kızının nomusunu yerga qaratmaylik. Aziz qarindoshlar, Öm olaylik.